Hammaga salom, sizlar bilan Hojixon. Bugun 0 dan 1 milliongacha bo'lgan videomizni birinchi kuni. Bugun 100 ming ishlashga harakat qilamiz. Ko'rib turganinglarda hozir 9,5 ming pulim bor. Ketdik bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi kunlik tasklar bor, kunlik vazifalar, shularni boshlaymiz. Birinchi social skills degan bu emotsiya qilish. Mashinadan tushamiz. Mana shu emotsiyani qilamiz. Shunda bizga pul beradi. Bu emotsiyani 25 marta qilishimiz kerak. 12 marta bo'ldi. Sekin bo'ladi. Mana 25 marta bo'ldi. Bizga $30,000 va 15 coin berdi. Endi keyingi task bu postda turamiz endi. Har bitta o'tgan mashina uchun ham pul beradi, ham shu vazifa bajariladi. Mashina to'xtatamiz. Endi bu yerda mashinalar maksimalni qilsak, tezroq shu ko'proq mashina keladi va tezroq vazifani bajaramiz. Ana postga keldik. Endi mashinalarni kutishimiz kerak. Bitta mashina o'tdi. Endi qolganlarini kutamiz. Ikkita o'tdi. Oltita bo'ldi ana. 7ta bo'ldi. 8ta, 9ta. 10ta mashina o'tdi, 12ta. 13, 14. Ana 15ta bo'ldi. Bizga $50,000 va 25 coin berdi. Endi mashinalarni o'chirib qo'yamiz. Mashinaga o'tirib ketdik. Ana. Ketdik. Keyin bo'ldi, mana Telegram kanalim bor. O'sha yerda mashina sotamiz, akkaunt olsangiz bo'ladi. Har xil mashinalar sotsangiz bo'ladi, olsangiz bo'ladi. Full akkauntlar bor. Telegram kanalimizga o'tib qo'ysangiz bo'ladi. Endi biz keyingi vazifani bajarishimiz kerak. Bu endi shu drift qilish, balon minaltirib, ya'ni yangi balon olishimiz kerak. Endi u ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun uni keyinroq qilamiz. Endi hozir taksichilik qilamiz. Avtoga o'tib, endi klient kutamiz. Mashinani kuzatib. Bilsanglar, keyin yaxshi sandiqchalar bo'ladi. O'shalardan pul olsanglar bo'ladi. Mana giftlar. Men birinchisini olganim uchun 2000 ta pul berdi. O'sha pulimiz $92,000 bo'libdi. Bu degani endi 80 nechidir ming ishladik. Endi taksi not. Birinchi klient ketdik. O'tiring opa. Bermagan ichida endi ketamiz. Gazni bos. Mana manzilga keldik. Opa bizga $1,400 berdilar. Endi boshqa klient kutamiz. Ana 4,5 kilometrga borishimiz kerak ekan. $2,900 berar ekan. Yaxshi. Yana bonuslar bilan $3,000 dan o'tadi. Ana orqada ekan. Klientni oldiga borib, klientni o'tirg'izamiz. Ovozlarni sal tushirib qo'yamiz.
Endi boshladik. O'tiring akaxon. Endi ketdik. Bir shou qilamiz endi. Manzilga boramiz. Endi bu yoqqa gazni bosamiz. Uje tekis yo'l. 4,5 kilometr. U hazilakam joy emas, ya'ni hazilakam masofa emas. Tezroq bosishimiz kerak. 450, 500 bilan haydaymiz bu yo'lda. O'sha 500 ga chiqdi. BMW M5 qilay. Ana. Bir mazza qildik. Endi mana bu yoqdan 100 tezlik bilan o'tsak, bizga 5000 beradi. Yana shu video bilan siz ham noldan boshlasangiz tezroq pul yig'ishingiz mumkin. Men o'zim noldan boshlagan paytda buncha tez pul yig'a olmaganman, chunki bilmaganman. Uni qanday tez pul yig'ishni sekin-sekin o'ynab o'rganasiz. Shu videodan siz ham ancha o'rgansangiz bo'ladi, qanday tez pul yig'ishni. Yo'lga o'tib olamiz. Biz teskari yo'lga ketamiz-ku. O'zi to'g'ri kelayotgan ekanmiz. Mana manzilga o'zi keldik. To'xtaymiz. Ana. Mazza qildi. Mana bizga $4200 berdi. Bonuslar bilan. Opa lekin yaxshi ish qilmadingiz. 3 ta yulduzcha berib. Endi mashinani to'g'rilab endi keyingi klientni olamiz. Orqamizdagi mana klientni olib o'tiring, ketamiz. Mana o'tirdi bo'ldi. Endi bu yoqqa ham gazni bosamiz. Kimdir bizning videomizga qo'shilmoqchi bo'lsa, shu Telegram kanalimizga o'tib chatga yozsanglar bo'ladi. O'sha chatga yozsanglar, men o'zim sizlarni tanlab olib birga video olamiz. Telegram kanalining silkasini shu video описаниесida qoldiraman. Mashina ham, ichida klient ham mazza qilib 250 metr to'xtamasdan drift qilganimiz uchun bizga ana medallarni berishdi. Endi bu yoqqa haydaymiz. Tezroq. 400. Endi sekinlashamiz. Shaharning ichiga kirdik. Bu yoqda unchalik tez haydab bo'lmaydi. To'g'ri o'tib ketamiz. Sekin. Mashina ham dabdala bo'libdi. Ahvoliga qarab bo'lmaydi. Tek yo'ldan yana gaz sal bosamiz. Qo'yib bosib, chunki bu yoqlar torroq urilib ketishi mumkin endi. Burilamiz. Ichida klient ham lekin mazza qilib yordi. Ozgina qoldi, mana keldik va nihoyat. Bu klientini nechta yulduzcha qo'yadi bilmadim. Mayli, bizga yulduzcha emas, pul muhim, to'g'ri? Pul ishlashimiz kerak, biz yulduzcha emas. Pulga chiqib, $4,500 berdi bu klient ham. Sen mashina hayda, agar ikkita hayoting bo'lsa deyapti. Bilmadim nimaga deyapti. O'lib ketasan deyapti. Endi navbatdagi klient. Bu yaqinroq ekan, lekin xuddi boradigan masofasida uzoqda ekan bizda. U klient oldiga boramiz endi. To'g'riga ketamiz. Sal bunaqa.
haydaymiz. Burilib olib, yana to'g'ri ketamiz. Ana o'zi klientning oldiga keldik. Endi buni olib manzilda davom etamiz. Ketdik to'g'riga. Teskari ketdik. Mayli, bu yoqdan yo'lni topib oladi o'zi. Qani ketdik, qurilmasdan hayda. Ana benzin ham kam qoldi. Endi ulguramizmi yo'q bilmadim. Lekin katta ehtimol bilan ulguramiz. Mana klientni joyiga tashlaymiz. Endi zapravkaga borishimiz kerak. Taksi moddan chiqib olib kechqurun 00:02 da video olyapman. Endi zapravkani topib borishimiz kerak endi. Zapravkani tanlaymiz. Endi bo'lmasiga yo'lga belgilab qo'yamiz. Endi o'sha tarafga boramiz. Teskari ketyapmiz. Orqaga haydab endi gazni bosamiz. Boya klientni mana shu yerdan borib, olib kelib, yana mana shu yerga keltirdik. Yo'lni tanigan bo'lsanglar. Endi zapravkaga tezroq boraylik. Mashina o'chib qolmasin bo'lmasa. Mashinaga benzin solish uchun juda ko'p pul ketadi. 10 ta zapravkadan pul ketadi salkam. Zapravkaga borgan avtobus ham zapravka qilayotgan ekan. Ana yetib keldik. Endi polni bak qilib olsak, ana sirena qaraylik. Margat qiladi. Margat. Tarqal deydi-da endi. Endi yuk tashib ko'ramizmi? Qani? Manzil ko'rsatmadi-ku bu. $120 ga zapravka qildik. Bu manzil ko'rsatmayapti-ku. Qayerga borish kerak? Qayerdan yukni olish kerak? Bo'lmadi. Endi boshqasini olib ko'raylik. Mana buni ko'rsatdi. Mana orqaga kiramiz. Bu shaharning ichida ekan shekilli, shaharning sal chetrog'ida ekan. Endi shaharga borib olib yukni olamiz. Ana driftni qaranglar, driftni. Buni yana manzilga qolib qoldi-ku. Buni ham manzil ko'rinmayapti. Bug bo'lyapti nima ekan? Mana bunisini ko'rindi. Endi shuni oldiga boramiz. Urib, durtib, ish qilib mashina ham bo'lganiga pushaymon bo'ldi. Ana tezroq yukni olib borishimiz kerak. Yukka keldik. Bu ichkarida ekan. Ichkariga kirib olamiz. Bos gazni. Mana endi bitta orqaga olib yukni ilashtiramiz. Bu yoqda ham gift bor ekan. Buni ham olsak, bu ham pul bo'ladi. Endi gazni sal o'zimizga moslab olamiz. Mana bu giftni ham olsak, yana $3000 bor. $100,000 dan o'tgandir pulimiz. Endi ketdik. Yukni manziliga borishimiz kerak. Endi yukni bu yoqqa manziliga boramiz. Bitta tuzga urilganda shu damage bo'ldi. Endi boshqarini yo'qotmaylik. Yuklar tushib ketmasin endi. Lekin boramiz, nima qilardik? Mashinani taxlab olaylik. Taxlamasak bo'lmaydi.
Bu yoqda ham mana gift bor ekan. Buni ham olaylik. Bu ham yarna pul mana $4000 berdi bu. 3-giftni olaylik. Birinchisi 2000, keyingisi 3000. Uchinchisi 4000 berar ekan. Yaxshi. Endi nimaga yurmayapti bu? Yur. Mana ustaxonaga ham keldik. Mashinani taxladik. Endi bu yerga yukni olamiz. Shu yerdan shu yergacha qancha vaqtimiz ketdi? Hozirgacha yo'lni yarmidan o'tgan bo'lardik. Endi nayloj. Endi sekin boramiz bu yerga. Mana o'zi keldik. Endi bitta mashinani tuzatib olib, endi yukni beramiz. Topshiramiz endi mana. Yukni topshirdik. Tuzoq ham yiqildi-ku. Mana ko'rganinglardek 122.795 bo'ldi pulimiz. Endi bir kunlik planni oshig'i bilan bajardik. 9000 bor edi. 100.000 dan ko'proq pul ishlaymiz bugun. 40 coin ham bor. Demak do'stlar, bir kunlik plan bor. Endi ikkinchi qism ertaga nasib bo'lsa chiqadi. Bugun ikkinchi qismini olamiz. Ertaga endi montajlar bilan bir kun vaqt ketsa, ertaga ikkinchi qismini ko'rasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'chish esdan chiqmasin. Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar, YouTube bilan birga video olishimiz ehtimoli kattaroq bo'ladi. Hammaga rahmat. Ertangi videoni kutinglar.